Prezident xalq qabulxonalari barcha xodimlarini ishdan bo'shatdi. O'zbekistonda fuqarolarga jinsini o'zgartirishga ruxsat berildimi? Endi davlat tashkilotlari xodimlari semirib ketmasligi uchun tana vaznlari tekshirib boriladi. Birinchi marta qoida buzgan haydovchilar jarimaga tortilmaydi. O'zbekistonda fuqarolarga jinsini o'zgartirishga ruxsat berildimi? Vazirlar Mahkamasining fuqarolik holati dalolatnomalarini ro'yxatga olish sohasidagi qaroriga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, endilikda jinsini o'zgartirgan fuqarolarga ism-sharifini o'zgartirishga ruxsat berildi. Bu esa tabiiyki jamoatchilikda turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Ya'ni jinsni ham o'zgartirish mumkin ekan-da degan bahslar yuzaga keldi. Keyinroq Adliya vazirligi rasmiy tushuntirish bilan chiqdi. Unga ko'ra, bu yangilik tug'ma jinsni aniqlashda xatolik bo'lgan bolalar uchun hujjatni to'g'irlash imkoniyati haqida. Har yili o'rtacha 56 bola jinsni noaniq holatda tug'iladi. Dastlab o'g'il yoki qiz deb yoziladi, lekin bola ulg'aygach asl jins aniqlanadi. Tibbiyot xulosasi asosida hujjatlardagi jins o'zgartiriladi. Muammo shundaki, ilgari faqat jins bo'limi o'zgartirilar, lekin ism, familiya va otasining ismini yangilash imkoniyati yo'q edi. 2025-yil 12-iyundagi hukumat qarori bilan endi jins o'zgartirilganda ism-sharif ham yangilanadi. Vazirlik ushbu yangilikni noto'g'ri talqin qilmaslikka chaqirdi. Prezident xalq qabulxonalari barcha xodimlarini ishdan bo'shatdi. 16-iyun kuni Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'ilishida xalq qabulxonalari faoliyati bo'yicha keskin tanqid qildi. Uning aytishicha, 2023-yilda murojaatlarning yarmidan ko'pi, ya'ni 55% ijobiy hal etilmagan. Fuqarolar murojaatlari hal etilmagani uchun internetda shikoyatlar, noroziliklar keskin ko'paygan. Sud, hokimlik, ta'lim va huquq-tartibot organlariga oid shikoyatlar esa ayniqsa ko'p. Endi tizim tubdan o'zgaradi, dedi prezident. Mirziyoyev barcha xalq qabulxonasi xodimlarini ishdan bo'shatib, ularning o'rniga faqat mas'uliyatni zimmasiga oladigan fidoyi kadrlar kelishini aytdi. Yana xalq qabulxonasida hokimlarning o'zi rahbarlik qiladi. Ular har kuni ishni shu yerda aholi dardi va tashvishini eshitishdan boshlaydi. Hokimlar bir narsani tushunib olsin, bugungi muammoni keyingi kunga o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Murojaatni boshqa idoraga yubormasdan shu yerning o'zida hal qiladi, dedi prezident. Buning uchun tuman hokimining vakolatlari kengaytiriladi. Masalalarni hal qilish uchun esa qo'shimcha resurs ham beriladi. Hokimlar muammolarni qanchalik hal eta olishini esa vaqt ko'rsatadi. Shuningdek, 1-avgustdan hokimliklarda ish haqi oshishini aytdi. Lekin qarz ikki qo'ldan chiqadi. O'ziga yuklatilgan vazifani bajara olmagan xodimlarga chora ko'riladi. Ana shunda hamma intizom va reja bilan ishlashga o'rganadi. Viloyat, tuman hokimlari, ularning o'rinbosarlari, vazirlar, bank rahbarlari yaxshilab eshitib olsin. Yarim yil yakuni bilan g'alvirni suvdan ko'tarib, kim nima ish qilgani bo'yicha qattiq so'rov qilaman, dedi prezident. Endi birinchi marta qoida buzgan haydovchilar jarimaga tortilmaydi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yalpi majlisida bu haqdagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Yana bir muhim o'zgarish, yo'l chizig'ini bosgan holdagi qoidabuzarliklar endilikda foto, video orqali qayd etilmasligi belgilab qo'yilmoqda. Shuningdek, transport vositasini boshqarish jarayonida kamar taqmaslik, texnik ko'rikdan o'tkazmaganlik, tegishli jihozlar bilan ta'minlamaganlik, boshqarish davomida telefondan foydalanish kabi holatlar uchun ogohlantirish qo'llaniladi. Yana monitordan foydalanish, to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzish, majburiy sug'urta talablarini buzish, piyodalar va boshqa yo'l harakati ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi ham shular jumlasidandir. Bunday ogohlantirish bir yilda bir marta qo'llaniladi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 36-moddasi 3-qism bilan to'ldirilib, unga ko'ra yo'l qoidabuzarlik videoga tushgan bo'lsa, jazo 1 oy ichida qo'llanilishi kerak. Agar fuqaro bu qarordan shikoyat qilsa, u holda 1 yildan kechikmasdan jazo belgilanishi kerak. Endi davlat xizmatchilari semirib ketmasligi uchun tana vaznlari tekshirib boriladi. O'zbekistonda davlat xizmatidagilarga yangi talablar. Xodimlar IQ test topshiradi, xizmat sohalari uchun hisobot beradi va sog'lom turmush tarziga o'tadi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab amaldorlarning maosh to'lash tizimi xodimning malakasi, ta'lim darajasi va ish samaradorligiga qarab belgilanadi. Oktyabrdan boshlab xizmat safarlari qat'iy nazoratga olinadi. Har bir safar asoslantirilishi, undan qaytgach esa natijalar bo'yicha hisobot taqdim etilishi shart bo'ladi. Davlat xizmatiga nomzodlar IQ darajasi, qonunchilik, mamlakat tarixi, xorijiy tillar bo'yicha bilimlari hamda psixologik holati yuzasidan test sinovlaridan o'tadi. Barcha nomzodlar bilan 1 yillik mehnat shartnomasi tuziladi. Shuningdek, xodimlar salomatligini nazorat qilish tizimi joriy etiladi. Davlat xizmatchilari muntazam tibbiy ko'rikdan o'tadi. Tana vazni indeksining me'yori kuzatiladi. Jismoniy tayyorgarlik darajasi baholanadi. Davlat idoralaridagi oshxonalar sog'lom ovqatlanish mezonlariga moslashtiriladi. Shirinliklar, yog'li va unli mahsulotlar iste'moli cheklanadi. Har yili 23-iyun Davlat fuqarolik xizmati kuni munosabati bilan vazirlik va idoralar
jamoatchilik oldida faoliyati yuzasidan ochiq hisobot beradi. Shu kuni eng yaxshi xodimlar haqida hujjatli filmlar namoyish qilinadi. Barcha tashkilotlarda oila kunlari tashkil etiladi. Keyingi haftada yaxshi yangiliklar ko'payishiga umid qilamiz. Sizlar bilan Mohinur Umurzoqova bo'ldi. Kelasi haftada ko'rishguncha